Mana bu dabbani o'rniga ham hech kim olgan borib. Boshqa dabbalar bor. Bu bilan aktyor bo'lsa ham emasmidi, boqma futbolga. Biz boshladik. Bizda birinchi mehmonlarimiz IXA hamda Ultra va ular bugun FIFAda kim zo'rligini aniqlab ko'rishadi. IXA bilan Ultra uzoq vaqtli qadrdonlar. Ularni bog'lab turadigan eng kuchli narsa bu albatta futbol. Ular shunchalik futbolni yaxshi ko'rishadiki, hatto yaqinda El Clasico'ni ko'rgani Saudiyaga borishdi. Biletlarni esa albatta aviasales.uz saytidan xarid qilishgan, chunki u yerda nafaqat arzon aviachiptalar, balki mehmonxonalarni ham topish mumkin. Video ostidagi havolaga bosib, ilovani o'rnatib oling. Akalar, qisqa tushuntiraman. 3 ta umumiy o'yin bo'ladi va o'sha 3 ta o'yinning hisobiga ko'ra g'olib aniqlanadi. Lekin birinchi o'yin oson, shuning uchun 1 ochko, ikkinchi o'yin o'rtacha qiziqarli, shuning uchun 2 ochko, uchinchi o'yin qiyin va shuning uchun 3 ochko. Gap yo'q aka. Shunga odamni sadaqasi ketsa ham. Albatta. Hech qachon bilmaysiz oxirida kim yutib chiqishini. Va bizda birinchi tur rush rejimi. Bilasizlar rush 5 ga 5. Men o'ynaganman. Men o'ynamaganman, lekin hozir o'ynab. Juda ham oson, qisqa bo'ladi, oson bo'ladi va g'olib 1 ballni qo'lga kiritadi. Xohlagan kamandan olaveramiz. Xohlaganini olasizlar hozircha. Hozircha. Real olaman. O'zimiz Real Madridda. Men Angliyadan qidiryapman Barsani. Voy, niya. Darslari bor edi, shu darslardan voz kechib keldilar. Ultra nima uchun ingliz tilini bilmaydi degan savol kelajakda tug'ilib qolsa, mana shu odamni to'xtatib qo'yganman. Da. Ketdi. Real Madrid gol uradimi hozir? Yaxshi. Wow. Pedri, Rafinha, Yamal to'p bilan. Rafinha. Hop. Voy, shundoq hujum ha. Yaxshi. Shu leva yo'qligi bo'lyaptimi? Balki shungadir, Messi zamin qorasiga. Qarshi hujum. Real qarshi hujumda Mbappe. Ana o'shib ketdi bir-biri bilan. Albatta ham olib tashladim. Qandaydir 26 da sal anaqami deb o'yladim, qarib qoldimi. Ketdi mana. Mbappe dubl qiladimi? Yana chapda. Yana ko'rish kerak. Bu golni ko'rish kerak aka. Yoraveradigan bo'ldi lekin mana buni qaranglar. Lekinchi hayotda ham shuni ura oladi Mbappe. Uradi. Mana shunaqa ura oladi. Smelo tepa olasizda bunda. Yaxshi ot keyin chopadi. Ana. Agar chop olsa. Hozircha 2-0. Agar u ot bo'lsa. Yaxshi. Harakat qilib ko'rdi zo'rdan. Bo'lishi mumkin-da. Yaxshi. Yamal to'p bilan. Yamal yo'q, o'tib ketdi. Zarba, Mbappe himoyada. Qanday? Ura olmayapti biznikilar. Varada kichkinalik qilyapti. Hozircha tushunarsiz holat yuzaga kelyapti do'stlar va Barsa qarshi hujumda gol urishi mumkin. Yaxshi pas. Kurtuani nima turibdi? Qarshi hujumda Real Madrid, Bellingham to'p bilan, Bellingham fint yaxshi, lekin yo'q. Kurtua Turkiyaga chiqadi. Ketdi. Hozircha lekin yo'q, offside yo'q. Yamal, Kak bunaqa udar gol bo'lmasligi mumkin. 3 daqiqa vaqt qoldi do'stlar. 3 daqiqa. Kim yutar ekan? Hozircha 2-1 El Clasico'da. Bilin. Pas bersam ular ham bilmadim. Ekanman. Rudiger. Bilin, yana Rudigerga kelib qoldi. Qarshi hujum. Rafinha to'p bilan. Rafinha! Yaxshi. Rafinha uzoqdan mo'shni qo'ydi. Yaxshi. Buni ham ro'mayamda o'zimga kechira olmasdim nega? 2-2. Intriga o'z joyiga qaytdi. Haqiqiy El Clasico. Endi muxlislarimizga aytib o'tmoqchiman, IXA bilan Ultra bir-birini juda yaxshi tushunadi. Biz faqat birga o'ynaganmiz. Boshlaganimizdan birga o'ynaymiz. Matidan chalg'ityapman. Mani vazifam shu, lekin o'zi kim kuchliroq o'ynadi?
Ixa. Yo'q, bilmadim. Bir xil menimcha. Ba'zida lekin endi bir xil ham Xilo yutar, bir xil ko'pincha bir xil o'ynab qolamiz. Bu asosan Ixa yutadi. Voh, mana ketdi hozir Ixa, Rudiger, Bellingham. Oy! Voy, biling. O'xshamadi. Da. O'xshamadi. 2 daqiqa vaqt qoldi do'stlar. 2 daqiqa. Rafinha to'p bilan Rafa. Qaro, umuman kutmagandim tepishni realni. Oy! Qaro. Gap. Kutilmagan gol bo'ldi lekin. Da, umuman anaqa kutmadim men. Pas bo'ladi deb o'yladim. Yaxshi. Comeback. Comeback yomon bo'ldi. Remontada bo'lyapti hozir Barselona ijrosida. Lekin Real comebacklar qiroli baribir. Va Ilhom aka umid qilamizki, shu narsani isbotlaydi. Da, mana umid qilaman. Sizni ortingizda butun Real Madrid fanatlari turibdi hozir. Og'ay. Ketdi mana Barselona hozir. Voy, juda yaxshi. Ana bo'lmasa! Bu ikkitami bo'ladimi, bittami? Bitta taym bu. Tugadimi shu bilan? Hozir tugaydi. Voy, biling. Valverde hozirgina zaxiradan tushgan Valverde. Essiz. Intriga kiradi. Real Madrid qaytadimi? Qaytishiga lekin imkoniyatlar bor va yaxshi. Voh, juda sek uzr. vaqt sekin o'tib qolyapti. Shoshadiganman mana shunaqa. Okay. Siz aytgancha izohlarda yozib qoldiring. Mana shu повтор, ya'ni qaytariladigan kadrlarni o'tkazib yuborish to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Ungacha esa yana bitta gol ko'rmadik. Shaxsan meni fikrimcha повторli o'tkazib yubormasligi kerak, chunki To'g'ri, da. Shuning uchun o'zi futbol o'ynaladi. Da, to'g'ri. Ketdik. Mana Real Madrid qarshi hujumda va o'tkazib yubormaydigan gol bo'ladi deb umid qilamiz hozir. Shunday bo'ldi ham. Biz bilgandik, kutgandik. Qarang, Valverde bitta o'yinchi o'yinni o'zgartirdi. Ana ikkita udar, bitta gol bo'ldi. Tavsiya qilib o'tamiz. Tushundingizmi siz Lewandowskini? Yana o'tkazib yubordingiz. Ana, yaxshimi shu holat? Eng qizig'i o'zim o'tkazib yuboryapman. O'zim urgan golni. Ishada ko'ring, maza qilib ko'raylik. Uni men o'tkazib olmas ekanman, eng qiziq tomoni. Voy. Sizchi o'tkazib yuborganlar uchun jazolang bitta. Tomoshabinlarni shundoq lazzatdan mosuvo qotganlar uchun. Voy, lekin o'zingiz o'tkazib nafasni yo'q qoldi. Ketdi mana Vinicius. Bitti bering. O'zini joyidan dahshat. Uzoqdan. Wow. Magot, Vini Magot bunaqa gollarni shunga aylantirib gap bo'lishi. Pul topib qo'yaman endi do'stlar, xafa bo'lmaysiz. Bo'ladi. Bishutur. Zashtaga yotishimiz kerak. Qaram bo'ldi. Bunda zashtaga yotish o'zi xato ekan-da shu narsa. Sekingina. Voy, men Qanday urish kerak edi? Yo, biling, men 100% olishim kerak bo'lgan to'pni bilmadim. Ana. Hozir Barselona qaytarmikin, do'stlar, nima deb o'ylaysizlar? Zarba! Xarosh. Qaytadi. Barsa qaytadi. Lewandowskining uchinchimidimi? Da, ma'lum. Rahmat. Lewandowski. Voh, kutilmagan gol. Yo'qda kombinatsiya yaxshi bo'ldi. Tiki-taka bo'ldi-da. Yaxshi. Intriga joyida. Qancha qoldi? 30 sekund qoldi. Qiziq bo'lyapti. Biz haqiqatda kuchimiz ham teng-da. Rashda o'zi kuchda teng bo'ladi-da. Bu chiqdi. Mana shu joyda. Bilmay qizig'i. Ko'raylik, qanaqa pas bo'ldi ekan. Bitta ko'raylik. Hali vaqtim ham bor ekan. Qarangizgina vaqtingiz bor. Bu takoy basketbol rejimida. Tars tez. Yani shunga pas berishidan oldin o'zi o'yladim olib chiqmasligim kerak edi-da, lekin bilmadim. Ana reaksiya bor baribir. Yaxshi. Qiziq o'yin bo'lyapti lekin, nima bo'lgan taqdirda ham. Eng muhimi shu. Bir kishida dominatsiya bunaqa bo'lgani. Voy! 6-5 haqiqiy El Clasico. Real fanatlari ham, Barselona fanatlari ham xafa bo'lmaydigan o'yin bo'lyapti menimcha. Ketdi mana. Lekin baribir qaysidir fanatlar ko'proq xursand bo'ladi menimcha bu o'yindan keyin. Albatta. Kim ko'proq xursand bo'lar ekan? Buni 6 sekunddan keyin bilib olamiz do'stlar. Ketdi. Barselonada oxirgi hujum yo'q. Bo'ldi. Real Madrid yutdi va hech bo'lmasa bir ochko oling dedim. Ana, hozircha Ixada 1 ochko bor va biz keyingi rejimga o'tamiz.
Aytgancha biz hali loyihaga nom o'ylab topmadik. Variantli bo'lsa izohlarda yozib qoldiring, balki aynan shularning orasidan eng zo'rini tanlab olarmiz. Bizga sovg'alar olib keldingizmi? Qor bobojon. Qori boboni sovg'alari bor sizlarga. Bu sovg'alar jismoniy, ya'ni material sovg'a emas, bu emotsional sovg'a. Sizlarga yangicha emotsiyalar beriladi. Boyaga o'ynagan o'yinimiz prosta oddiy narsa edi. Hozir haqiqiy eng qizig'i boshlanadi. Tanga tashlaymiz birinchi. Xuddi futboldagi tanlaylik, kimga qaysi taraf? Tanlang. Menga Ariel. Ariel sizga. Sizga 100 so'm Menga yonjalab tursa. Xo'p, ixa yutdilar hozir. Endi yutib chiqqan odam komanda tanlay oladi. O'ziga ham, dushmaniga ham. Любой komanda. Любой komanda. Ana, akalar, adolat. Ixa hozircha aytmayaptilar qaysi komandalarda o'ynashligini. Ungacha ultra bu yoqdan rejim tanlaydilar. Bizda qiziqarli rejimlar bor. Ko'rib tanlamayman. Yo'q, ko'rib tanlaymiz. Ana adolat akalar. 2x adolat. Mana bu yoqda rejimlar bor har xil. Shularni endi o'zingiz Xatya bilan ochib qo'yib. men o'zingiz qo'lingiz bilan bemalol. Yo'q, ochilgan karta bo'lganda bunga voy. Tasodifan bo'lishi kerak-da. Shunisi bilan qiziqarli. Zato 2 ochkoli o'yin bu do'stlar. Agar hozir ixa yutsa, ixada umumiy 3 ochko bo'ladi, lekin final 3 ochkoli o'yin bo'ladi. Finalda yutib ketishi mumkin. Finalda yutib ketishlari Bittasini mumkin. ushadim. Sirli to'p. Opa! Tainственный мяч. Tainственный мяч rejimi bizda. Voy, anomida ikkita gol bo'lib ketishi mumkin. Bitta gol bo'lsa. Voy! Toshkent. Bitta qo'shimcha qilaman Ilhom aka. Xohlagan komandangizni tanlasangiz bo'ladi, lekin Real Madrid tanlamaganingiz yaxshi. Chunki birinchidan Real Madrid juda kuchli, ikkinchidan siz raqibingizga Real Madridga mos aniqa tanlab bera olmaysiz baribir. Ya'ni Hindiston yaxshi ko'rasiz. Hindistonni juda sevaman. Hind filmlarini yaxshi ko'raman. Qarang, Shohruxxon meni ko'mir. Voy, Rando Mumbai City. Aka sohib. Rahmat. Abdulaziz Singh. Arsenal Angliyadan. Voy. Mana, erkak muzokaralar. Voy, erkak tanlamasdan tanladi. Ko'rganim kimni tanladi? Ana. Bu City'ni formasi-yu. Ha, anaqada City ham. Mumbai City. Mumbai City. Hop, Men kim ekanman? Mohammedan SC va Mumbai City. Voy. Taktika qilmoqchi bo'lsanglar, faqat Abdulazizga qila olinglar. Siz Voy, meni hujumimni qarang. 49. Ultrada 66. Ya men pishdim o'sha. Bilin. Ketdi. Aka o'zingiz tera olmaysiz. xohlagan komandangizni tanlasangiz bo'lardi aka. Mayli, Cityni tanlasangiz bo'lardi. Tainственный мяч, sirli to'p rejimi, ya'ni to'p o'zgarishi, ya'ni to'p Har xil zadaniyalar beradi. Ha, mana hozir bunda usleniya udarov, ya'ni zarbalar kuchli bo'ladi va 1x. Ya'ni shu rejimda urilgan gol bittaga hisoblanadi. Hozir ko'rasizlar mana. Ketdi mana Abdulaziz aka hujumda. Manikilar. Vashi voy. Mana hozir usleniya passiv bo'ldi, ya'ni paslar kuchaygan. Ha, endi paslar yaxshi bo'ladi. Mana ko'rasizlarmi qanaqa zo'r paslar bo'lyapti mana. Lekin 1x, ya'ni Men gol qarashga ham ulgurmayapman. Men aytib turaman, sizlar chalg'imanglar, hozir. Voy, o'z zashniylarim yo'q ekan mana bu. Ketdi mana. Yo, da, kстати. Yur endi. Hoppa! Ana. Kim bu bechara? Robinson ekan. What? Robinson. Gol повтор bo'lib turguncha men sizlarga yana bitta narsani aytaman. Hozir birinchi taymda sizga, ikkinchi taymda sizga kviz savollar ham beraman. O'ynayotgan paytingizda ham o'ynab, ham javob berishinglar kerak bo'ladi. 1 daqiqa vaqtinglar ham bor. O'ylanib, Ha, bu shou do'stlar, bu prosta futbol emas. Prosta futbol hujum qilayotgan bo'ladi. Ibn hujum qilayotgan paytlari bo'ladi. O'shaning uchun skorosti tezlik oshib ketdi. Ketdi mana endi. ana tezlikda ketyaptilar hozir Voy, ihaga. menga ta'sir qilmaydimi u? Koptoq bo'lsa ta'sir qiladi. Koptoq ketadigan. Kimda ko'p bo'lsa o'shanda. Qaranglar, hozir kviz savollar bo'ladi-da. Kim ko'p javob bersa, o'shanga ham 1 ochko qo'shib beriladi. Ilhom aka, tayyormisiz? Chidamoqchilik. Birinchi taymda siz bilan kvizlarni boshlaymiz aka. Agar tayyor, gol! Mana bor. Bor. Yaxshi. Borada prosta tushunmadi ham nima bu? Yo'q, barada Men cho'g'onada o'tirdim deb. Ilhom aka, tayyor bo'lsangiz kvizni boshlaymiz. Ketdi, bizda birinchi savol Turkiyaning poytaxti. Istanbul. Ankara, noto'g'ri. Ikkinchi savol, suvning formulasi qanaqa? Nima? Ashik omidi. Birinchi to'g'ri javob 9 kira 8. Voy, bilin, 73. 72, noto'g'ri. Voy, gol! Bilin,
yomon chalg'itdi. Pauza berib turaman, pauza berib turaman. Keyingisida bularni chalg'itaman. Yomon chalg'itdi ekan. Hozircha pauza. 35 sekund qoldi. 35 sekund qoldi. Karram bilmadim. Qani. Даже men ham o'ylayapman-da, qizim. Noiloj. 3-0 hozir? Yo'q, 2-1. 2-1. Yaxshi. Ketdikmi? Ketdi. Real Madrid stadioni. Santiago Bernabeu. Okey, o'zbek alfavitidagi 5-harf. Bilmayman. Keyingi savol. O'zbek alfavitini bilmayman. Temir moddasi qaysi mevada ko'p? Voy, temir. Men bilaman. Olmadi. Aha, to'g'ri. O'zbekiston madhiyasini she'rini kim yozgan? Abdulla Orif. To'g'ri. Dunyodagi eng katta baland binoning nomi? Bilib hujumraligida. Burj Xalifa. Aha, Re notasidan keyingi nota Fa. mi. Mi. Shomurodov qaysi raqamda o'ynaydi? Ya bilmayman. Ah. 10mi? 14 edi. Shomurodov 14-raqamda o'ynaydi. Shunda Voy, biling. golmi yana gol. Yana gol. Ketdi mana. Tezlashish bu anaqa skorost. Tezlik kuchaygan, ketdi mana. Ilhom aka bosin. Aha. Yig'ibdi. Ay, biling, vashshi bor bu o'yinchilar. Endi qarshi hujumda ultra changtay to'p bilan to'pni Feria Diazga Iha ultra to'p bilan hozircha. Voy! Voy, kombin. Bu tep olmaydigan o'yinchilar yo'q, Hindistonda yo'q. Aytmaysizlarmi? Realdaman, Barsada'man deb deb o'yladim bor. Pasli kuchaytirilgan hozir akalar. Pas. Если что. Ketdi mana. Voy, bular tep Rasmini olmagan. chunki udarmas edi-da. Qaranglar, mana 2x bor-ku, faqat golli soniga. Aha. Yonda 2x bo'lib qolsami? Faqat golli soni bo'ladi. Tuppoy, biling. Voba! Vashshi shans qolmadi. Deb qarab tanlasam bo'lar. Hali vaqt bor, futbol 40 minut emas. Bu oxirida kamlik qiladi. O'yinchilar hech nima qila olmas ekan. 49 reytingli o'yinchi bilmadim nima qila oladi. Feria Diaz uribdi mana akalar. Gap bu hali ikkinchi taym chalg'itaman. Okey, to'g'ri, ikkinchi taym bor, ikkinchi taymgacha ham hali vaqt Urolishim kerak. Maksimal urolishim kerak. Ketdi mana tezlik. Voy, yaxshi. Voy, yaxshi. Offside-ku. Voy, istanga. Bu bilmayman, ana bu mahalladagi komanda shikiliga bu. Hozircha 1x. Shunga ham e'tibor bering. Urilsa bitta gol hisoblanadi. Ikkitaliklar ham bor, bitta gol ursa ikkita. Ular ham bor, hali o'shalarda o'tib ketsiz bo'ladi-da. Uchtaliklar ham chiqib qoladi. Uslini всего bor hali. Hamma narsani kuchaytirish. Tezlik aka. Tezlik o'zib ketsiz bo'lardi. Tezlik bu, o'zib ketsiz bo'ladi. Voy, tuppoy. O'yinchilar shunaqa anaqasi ham ta'sir qilarmi-ku? Ta'sir Reytingi. Reytingi 40 bo'yotibdi o'yinchilaringizniki. Yo'q, pasni to'g'ri bera olmayapti. Qani ultra aka. Umidim o'z o'dimlarga. Ketdik, dribling aka. Dribling qo'ygan. Ketdi mana. Bu hayotda ura olmaydimi deb o'ylayapman. Bahona qilmasdan o'ynayapti odamlar. Yutganda nima bahona qiladi? Menda ham lekin Slaviya ekan deb 5-1 yutadimi? Odamlar endi o'ynayapti aka, shukr qilyapti-ku uni. Siz tanlab bergan komanda deb o'ylayapman. Da, shunaqa. Ketdi mana ultra to'p bilan zarba. Mana ura olmadim uni. Ura olmayapti-ku. Menga endi men uchta emasman. Birinchi taym tegadi. Bizda bundan-da qiziqarliroq ikkinchi taym bor. Bitta ko'raychi, balki qanday yaxshi o'zi. Nadejda bordir. Mana bu dabbani o'rniga ham hech kim olgan bor. Boshqa dabbalar bor. Bu bilan aktyor bo'lsa ham emasmi deb boqman futbolga. O'zbek bor ekan. Qosimov. Kim u Qosimov? Qani? Mana 59 Qosimov. Tushing, o'zbek turibdi. Zaminda? Yo'q, u 59 turibdi. Qosimov chatdi. Yo'q, Qosimov. O'zbek. O'zbek ekan. What? Shunaqa futbolist bormi? Zohrada yozinglar, shunaqa futbolistimiz bormi? Lekin milliyda o'ynamaydi. Ketdi, vaqt ketdi. Birinchi savol. Apple kompaniyasining asoschisi. Voy. Hozir hozir mana shunaqa payt nomi ismini bilmayman. Qozog'iston poytaxti. Nima edi?
Astana. to'ppa-to'g'ri. Keyingisi Mendirman Jaloliddin qo'shig'ini muallifi kim? Ozodbek Nazarbekov. Aha, pi soni nechiga teng? Pi soni? Aha. Voy. Pi soni nechiga teng? 3 nuqta. Bilmayman. Aha, bilmaysiz. Eng ko'p qo'yiladigan erkak ismi dunyoda. Muhammad bo'lsa kerak. To'ppa-to'g'ri Muhammad. O harfidan keyin qaysi harf keladi? Pauza. 2x uribman. Ha, 2x turdingizmi? Ana, yetib olasiz ana, yetib olasiz. Sizda 23 soniya vaqt bor. Javob bera olishingiz mumkin bu savolga. P. Всё, to'g'ri javob. Ketdik keyingi savol. Ronaldo qaysi raqamda o'ynamagan? Voy. 14dami? 7-9 matchlardan tashqari hammasida hech qaysida eng yaxshi texnik hamkor. APGda qanday APG kim bo'lishi Savolni qaranglar. Qaysi davlat 5 marta jahon chempioni bo'lgan? Futbol bo'yicha. Braziliya bo'lsa. Braziliya to'ppa-to'g'ri javob. Blin. Siu! 6 Aka qiyin savollar ham bor-da. Ronaldo qaysi raqamda o'ynamagan bor, pi soni bor. Qanday bu qiyin? Men qattan bilaman Ronaldoni Ay muhim. 7 da o'ynagan. Men endi u karyera davomida nechtadir raqam o'ynagandir deb o'ylayman. Men fanat emasman. Hozircha savol javob bo'yicha Abdulla. Yo, bu qarang, bu yerda men diktatorman. Meni shou, men xohlaganimcha bo'laman bu yerda. Xohlagan savollarimni beraman va shuning uchun xafa bo'lmang hozircha. Yaxshi ham siz borsiz ya. Ana. Bir ochko, bir-birimiz shunda bu. 6-3 hali ikkala o'yinda imkoniyat bor. 1x va tezlik bu yerda. Tezlik hamma narsani hal qiladi, lekin gol bittaga hisoblanadi. Shuni ham inobatga oling. Ketdilar mana hozir. Voy! O'tmadi. Chunki tezlikda bu aka. Sizda hech kim tez bo'lib ketdi. Lekin mana hozir ultraga to'p bilanlar, ultraga ketdi. Voh. 1x da, aha. Voy! O'xshamadi. Qarshi hujumda IXda imkoniyat paydo bo'lishi mumkin. Hozir Chotxe to'p bilan. Chotxe. Adison Singh va 4-6 bizda 1x Birimida Xudoga shukr. Voy, o'tkazib yubordilar. Mayli. Golni ko'p bo'lyapti. O'shaning uchun Shu o'tkazib yuborganiga ham -1 ball bering. muttaham boshlovchi. Muntaqam boshlovchi. Eng zo'r texnik hamkor. Eng zo'r texnik hamkor. Biz qayerda yashaymiz? Yerda. Biz qayerda yuramiz? Sizga ham shunaqa savollar berdim. Hashikka kim bilmaydi? Kim bilmaydi? Sizga ham oson savollar bo'ldi. Temir moddasi. Temir moddasi qaysi mevada bor, misol uchun? O'shanga Bu o'ylanib turgan savollarda sal bo'lsa ham. qattiq hashikka olgan. Men hech qachon o'ylamayman. Uxlab turgan paytimda uyg'otsam. Real Madrid stadionini so'radim, siz Realchisiz. Ha, uyaling sal. Uyaling. Mendan ham eng qizig'i Ronaldo haqida. Realchidan Real stadionini so'radim, misol uchun. Oson savolmi? Oson savol. Ochkosi bo'larmidi? Bo'lardi. Eng yaxshi texnik hamkori hamma ham bilurmaydi aka. Da, men Endi ultra yo boshqa bir nima aytganda ham bo'lmasdi-da. Mashdan chiqib ketardi. Vo, ketdi mana gol. Yana bir x-da. Voy, yetib oldi. Vo, x3. X3 hamma narsa oshirilgan aka. Zo'r. Avtomatda bu narsa. Voy, bitta ursin. 9-5. Bir to'pdan 9-5. Bu 3 ta golni ko'rish kerak. Agar savollaringiz bo'lsa, ixing berib turing. Bo'ldi, men chalg'itib savol berib turaman. Ilhom aka yoshligingizda kim bo'lishni orzu qilgansiz, misol uchun? Doktor bo'lish. Ana. Bo'ldim. Qanaqa doktor bo'lishni orzu qilgansiz? Hazillasham aka o'yini. Hozircha mana Abdulla aka. Oy. 2x tamida 2x aka. 11-5. 11-5. Yo'q, o'tib ketsangiz bo'ladi aka. 3x da 2 tush turib tashsangiz bo'ladi. Bu komanda bilan bilmadim, imkoniyat degan so'z. Gol 2x degan ishda jigar urib olsangiz. Men o'zim aytib qo'ydim mana boshlovchining o'rnlariga. Bo'ldi. Abdulaziz aka chalg'itdi. Voy! Chalg'itdingiz, rahmat. Mani chalg'itaman. Abdulaziz akani chalg'itdingmi? Siz meni yomon kecha sizni qo'yganimga nima qilyapsizmi? Abdulaziz akani chalg'itdingmi deb so'radim aka. Men endi eshitmadim, 2x degan urib oling dedim jigar. Lekin
haqiqatdan ham adolatsizlik bo'lyapti Ilhom akaga nisbatan qanaqadir. Endi aka o'zingiz tanladingiz-da bu komandalarni. Birov tanlab berganda hamchi Men bunaqa 2, 3x, 4xlar esimda yo'qda. Bunaqa narsaga. Shunisi bilan kayfda bu aka. Hali oxirgi o'yin bor, jigar siqilmaydi. 15 u 3. Lekin hali ham imkoniyat topilsa bo'ladi. 3x ekan Ilhom aka lekin. Yo, men agar o'zimni komandamda Real PL bo'lsa, men ishonardim akansida, что есть шанс. Но hozir bu komanda shunaqa beznadежный ekan. Men bilmayman, mahalladagi komandami? Atak 3x aka. Hamma narsa. Хотя бы anaqani kamaytirsangiz bo'ladi. Yo'q, faqat udar 3x. Uzoqdan tepsangiz kiradi lekin aka shu. O, ana yaxshi. Tepsa tepaverasiz. Aytdim-ku kiradi. 3x. Aytdim-ku kiradi. Jigar 8 bo'ldi shu o'tiz. 1 deganda. Yana nima xohlayapsiz? Mana 3x. Paslar kuchaydi endi aka. Himoyada yaxshi o'ynang bo'ldi. Himoya yo'q ekanda, brat. Maqli qarang. Koridorni qarang, koridorni. O'taram, hatto olmaydi. Lekin intriga bor aka, intriga bor hali. Urush kerak. Bitta ko'ring, to'g'ri, bitta ko'rsatarmi? Ko'rsatmaydi-da. Ko'rsatmas ekanda. Ronaldo uchasiga Hindlar ham agar bilmadim, bunaqa qor ursa. 3x bo'ldi dribling aka. 3x dribling. Bo'lmasa unaqa. Dribling aka, dribling o'tib ketsangiz bo'ladi o'zi. Imkoniyatingiz bor hali aka. Mayli. 89-daqiqa do'stlar, menimcha kim g'olib bo'lganini biz aniqlab bo'ldik. Katta ehtimol bilan 1608 Belin. Yo'q, parasiti. aka, hali imkoningiz bor. Bo'ldi. Keyingi seryozni o'ynayman, anaqa. Ha. Xafa bo'lish, shunaqa narsa bo'lmaydi deb o'ylayman. 3x aka lekin. X gol urishga. Хотя бы anaqani qisqartirsangiz bo'ladi tafovutni yoki aksincha 19.8 qilsa bo'ladi. Haligi shu hakka bo'lib ketadi yani. Shunisi bilan kayfda bu. Oy. Ketdi o'jigar, bitta urib qo'yamiz. Yo'q, bo'ldi, ulgurmadingiz. Yaxshi. Ikkinchi o'yinda ultra g'alaba qozondi va 2 ochko qo'lga kiritdi. Va savol javoblarda yutib chiqqan uchun bir ochko. Texnik hamkor. Izohlarda yozinglar. Men IXga nisbatan adolatli savollar berdimmi, yo'qmi? Izohlarda yozib qoldiringlar do'stlar. Bizda esa keyingi shart. Angliya derbisi bo'ladimi? Liverpool City o'ynaymizmi? Da. Okey. Endi bizda shart bor. O'yin davomida telefon qilib, qaysidir inson bilan 1 daqiqa gaplashishinglar kerak. O'ynayotgan paytinglarda. Faqat kimga telefon qilishinglarni bir-biringlar uchun tanlaysizlar. Ilhom aka kimga telefon qilib 1 daqiqa o'sha berishlari kerak bo'ladi, shuni tanlang. Oson odam aytayim. Ha. Kim? Azikaga. Bo'ldi, zo'r. 1 minut o'zi gaplashib beradilar. Azikmi? Anaqa streamer. Okey. Endi Abdulaziz aka kimga telefon qilishlari kerak? Так, unda общий знакомый kim bor? Fezod. G'ayrat aka. Bo'ldi. G'ayrat aka bilan 1 daqiqa gaplashib 5 minutdan gaplashib beradi. Bo'ldi, okey. Lekin qachon telefon qilinish kerakligini men hal Siz hal qilasiz. Ketdi, addisha aka mana Qani hozir. bunaqa rejimda birinchi marta o'ynashim. Aha. Bu realistik rejim. Da, paslardan bilyapman men. Endi Hindistondan o'tganimizga ham bilinyaptimi? Bu bilib bo'lmaydi. Yo'q, nabarot, sekin. Qarang. Realistik-da mana. Vah, ana haqiqiy futbolga o'xshash effekt bor. Holland top bilan burchak zarbasi. Bitta to'g'ri lozim bo'lam. iPhone 17 Pro Max. Umrimda birinchi marta ushonaman. Orange demadi. Orange. Men ana ikkita ushlab turing. Umringizda ikkitani bittada ushlab turganman. Lubodan ham maqtanasiz. Ixaniki bilan ultraniki ushlab turganman. Telefon deb o'tashni qilin lekin. Ya, o'tashni ya qarang, unda prosmotr bo'lmaydi. Ketdi mana ping-pong to'p bilan hozir o'ng qanotdan hujum rivojlanmoqda va Salah
Salah kimga oshiradi to'pni? Voh, yaxshi pas lekin. Yaxshi pas. Ikki-tikka o'tib ketadi. O'tib ketdi ikki-tikka. O'tib ketdi. Gol! Past qarang. Yaxshi, buni ko'rish kerak. Ko'rish kerak. Buni ko'rish kerak. Hozircha bir Texnik hamkorimiz. Texnik hamkor. Endi mana hozir mana Liverpool hujumda to'p bilan Salah ketdi mana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Og'am tuzukmisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Mana shu oqibatingiz yo'q. Men telefon qilmasam, shu Namangan tomonlarda bir ukam bor edi deb telefon ham qilmaysiz. Siz meni qalbimda yashaysiz. Yuragimda yashaysiz. Albatta. Har kuni. Bizni sevgimiz boshqacha. O'shada har kuni sizimiz boshqa bo'ladi. Men pastga bo'lganman-ku. Keta sekin kirib, bir chekkaga yoqib qo'yaman, o'zi bilan o'zi bo'lib yotaveradi. Men ishlarim qiluraman. Rahmat, og'am. Rahmat. Yaxshi bir davrada sizni eslagandik, telefon qilib og'amdan hol ahvol so'rab qo'ying, yaxshimikinlar? Namanganni mantilarini sog'inmadilarmikin? Toshkentni lag'monlarini sog'inmadilarmikin? Bir kelsalar bir eriyman, jo'shaman deb telefon qilyapman-da. Men boraman deb pul yig'ib yuribman, mana qancha Voy. nerda yurmanga. Hozir 50 qilib har bitta streamdan 100 ming so'mdan chekkaga qo'yib boryapman hozir. Manka shu gaplaringizni eshitsalar sizni ham meni ham oq qilardilar lekin. Ya men u haqiqatni hamma bilsa, endi zarar yo'q, haqiqatni yashirib bo'lmaydi deydi-ku baribir. Ya og'a lekin. Ha, og'a. O'zingiz yaxshimisiz? Mana 1,5 minutdan beri gaplashyapmiz. Hozir ana bola, bitta bola sizga telefon qildirdi mana. Assalomu alaykum. Kunduzi aloqada. O'tkiz olmaylik, tam to'g'ri charchamayapsiz. Yaxshimisiz? Sekin. Tarovatingni ko'rsatmaysan. Yo'q, Instagramda. Ixa ham shu yerda salomlashib qo'ying. Ixa. Assalomu alaykum. Qalbim. Yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Telefondan chiqyapti-da, nur olaylik. Yo'q. Yaxshimisiz aka, qachon kelasiz? Sog'indik. Boraman desam, tanka pul topdi-yu, hozir topyapman, xudo xohlasa. Bol. O, aka. Sevgi maktublaridan yozib turmadi. Bol, aka. Yozaman. Ixa ham chaqiryapti. Abdulaziz bilan Ixani mana shu lablaridan o'qib qo'ying. Yonida rasmati o'zim o'padim. Shimi bo'psin? Bol, aka. Hop, tog'a rahmat. Rahmat aka, charchamang. Charchamang. Hop. Izohlarda Fezod to'p deb yozib qoldiringlar. Juda samimiy inson, bizni katta do'stimiz, katta og'amiz, haqiqiy og'a. Og'alar. Haqiqiy katta og'a. Biz davom etamiz. Gaplashgunimizcha 3-gol ham uriladimi? Albatta, albatta. Men ham bunga tusholmayapman, bor. Realli endi. Men endi boyagi Hindistondagi komandangiz meniki bo'lib qoldi. Hozircha Ilhom Oma, aka. bilmadim, men G'ayrat aka bilan men ham gaplashdim. 1 minut. Mana nihoyat uroldim. Yo'q, rostmi? Yo'q. Gaplashdingiz. Men lekin 2 minut gaplashdim. Aziz bilan siz ham gaplashasiz. Ha, siz ham gaplashasiz Aziz bilan. Bo'ldi. Если что. Ungacha esa biz Uchuver. davom etamiz do'stlar. 3-1 39-daqiqa birinchi taymni o'zida 4 ta gol ko'rdik va yana bir qancha gollar ko'rishimiz mumkin. Hozir mana o'yin qanotdan Liverpool markaziga ko'chirdi hujumni. Biroz bir-birlari bilan talashib qolishdi Liverpool futbolchilari. Holland to'p bilan, lekin qanday Hollandga yetib olish mumkin bu? Kirkiz yaxshi himoyachi. Bu realniy emas ekan, nerealniy ekan. Hozircha birinchi taym deyarli tugadi va oxirgi hujum bo'lishi mumkin bu Wirtz to'p bilan. Voy, zo'r pas bo'ldi lekin ikki tikka. Salah yaxshi ochila olmadi menimcha. Lekin Liverpoolning himoyasi yaxshi ekan. Dal, bilmadim. City o'ziga umuman o'xshamay qolar ekan men rejimda bor-ku. City bunaqa emasdi. Men Ixa bilan City o'ynab turdim. O'ynash kerak-da aka, mana ko'rasizmi? Sizdan foydasi bo'lmayapti. Mana ko'rasizmi? Yo'q, anaqa juda og'ir o'yinchilar bor, juda.
realistik Da, da, rejimimizda hozircha 3-1 birinchi taymda Liverpool oldinda. Endi ikkinchi taymda voqealar qanaqa rivojlanishini ko'ramiz. Bular любой joydan tepsa gol bo'lyapti. Bitta kasani. Zashitalar. Mana qarang, o'ynash og'ir bo'lyapti deyapsizlar, lekin qiziq-ku, golli bor, zerikarli emas, juda chiroyli. Повтор qilib ko'rishga arziydigan gollar bo'lyapti deb o'ylayman menimcha. Mana qarang. Yaxshi Salah urdimi? Salah. Salah. Aha, shu. Biz endi Azizga telefon qilib, hozir IHKni chalg'itamiz. Gol bo'ladimi? Voh, Pas bermadi, men pas berdim. Pas bergan menimcha kuchli bosordingiz. Ana hozir Liverpoolda standart vaziyat. Uy! Voh! Voy bu gol urma. Alo, O, brat, nima gap? tinch? Ishlar yaxshimi? Ha? Ha, qatladasiz. Uydaman endi yo'lga chiqibmiz. Ha, bugun kelasizmi? Ha? Ha, nechida edi ertaga, brat? Ertaga adetdanki 4:30da, 4:30da. 4:30da вылет, o? Yo, registratsiya. 4:30da выйдет, 1:30da aeroport turishimiz kerak. Ha, o'zi 1:30da kirib ketgan bo'lishimiz kerak, a? Ha? Qanaqa ketyapsizlar, o'zi bilasizlarmi axir? Hali biletni ko'rmaganmidlaring? Ha, yo, ko'rdim hali endi. Vaqtiga yetib olganman. Ana Jiddaga ketyapmiz. Man Makkaga kelibdi. Nega? Qatnasizlar? Tinch hozir o'tirdik, ultra man. Bo'ldi, aka charchamang. Mayli, Bo'ldi, birov aka ko'rishamiz. charchamang. Rahmat Azizga aka. Yaxshi. Lekin qiziqarliroq personaj berish kerak edi. G'ayrat akaga o'xshagan. G'ayrat akaning fonida Aziz aka takoy Azizga ham qiziqarliroqlar. endi O'zimizda. G'ayrat aka lekin yomon zavos qiluvdilar-da. Ha, endi shaxsga bo'lganlarda bo'ladi. Bitta u ajindan. G'ayrat aka G'ayrat dunyoda akaga yagona o'xshaganlar. inson. Bitta chiqqanlar zavod yopilgan bo'ldi. Eksklyuziv takoy. Xo'p, hozircha 4-1 kim yutadi deb o'ylaysizlar do'stlar? Meni fikrimcha hisob o'zgarmasa kerak deb o'ylayman, lekin Abdulaziz aka bu gaplarimga qarshi chiqib, Yo'q, men vashcha reallik qiynalyapman men bu. Ana. Anaqada sekinligiga men o'rganma, nima deydi, bu menga emas ekan bunaqa sekin anaqada o'ynash. lekin kuchli komanda olgansiz. Nuda, komanda kuchli, men rejimda umuman komanda o'zidek o'ynamayapti-da, tushunishingiz uchun. Lekin mana travma bilan o'ynayaptilar lekin. Hali ham. Shu travma bilan ham mendan yaxshi o'ynayapti. Qarang, shu o'yinchilarni aytaman-da, masalan. Holland bilan mana shunaqa paytda borku hech kim yeta olmasligi kerak. Men bunaqa gol urish kerak. 4-2 lekin hali ham imkoniyat bor ultrada do'stlar. O'ylaysiz. İmkoniyat bor. Yo'q, bor imkoniyat. Prosta to'g'ri tartib bilan o'ynasangiz. Sezayotgan bo'lsanglar do'stlar, taktik rejimga qo'ydikda va shuni hisobiga to'psiz umuman 3-o'yinchilar ham o'zini pozitsiyasini to'g'ri tanlab, to'g'ri himoyalanyapti misol uchun. Sezdingizmi shuni? Da. Вот shunisi bilan chiroyli futbol bo'ladi va gollar ham o'ziga yarasha bir realistik va qiziqarli bo'ladi. Hozircha 4-2 86-daqiqa do'stlar. Kim yutadi? Bir necha daqiqadan orqada pista chaq. Bu o'tirish Shaqillab o'tirish. 3D da ko'rganman. VIP kabinkada. Vah! Yo'q, o'tmadi. Lekin City qarshi hujumga o'ta oladimi? Reinders to'p bilan Holland, Marmush, Aytnuri, nimaga Aytnuriyni tushirgansiz bilmadim. Reinders. Qarang, bunaqa Manchester City o'yinchilari. Charchadi bular. Charchadi. Zamin qilish. O'ynamayotgan paytda ham charchadimi deyman. Birinchi boshdan beri shunaqa ahvol. Ana. Salmashtirmadim, oxirigacha. Sen bekorga sotib olinmadi-yu bu. Shuncha millionga. Хотя бы shu PlayStation o'ynab tursin. To'g'rimi? Shunaqa. Yetmadimi? Va o'yin tugadi do'stlar. Bizda bu o'yinni ham va o'zi umuman dasturimizni ham g'olibi
Ixa! Ilhom aka addushi, addushi. Va Ilhom akaga homiylarimizdan sovg'ali bor degan bo'lardim. Bo'lganda agar homiylarimiz texnik hamkorimiz bor-ku. Texnik hamkorimizdan sovg'a bor etgancha. Nima? Mana shu 26 sovg'a. Mana shu xonada FC 26 maza qilib o'ynasangiz bo'ladi men bilan bu o'yindan keyin. Mana shu sizga sovg'a. Agar yaxshi hamkor topilsa, g'oliblarga zo'r sovg'alar beramiz. O'sha yaxshi hamkor topilsa, bizga ham ikkita qo'shib yuborishsin. Birinchi sonida bo'lganda-ku deb. Shunaqa. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa albatta like, izoh va obunalar bilan bu narsani bizga ko'rsatib qo'yinglar va davomida kimlarni ko'rishinglarni ham izohlarda yozib qoldiringlar. Va kimda kim mana shu juftlik yana bir marta o'ynashini ko'rishni xohlasa, atiga 20 mingta like. 20 mingdan. 20 mingta atiga like Bunyodkor 2 marta to'ldirsanglar bo'ldi. Shunda mana shu ikkita inson bilan juda qiziqarli o'yinni balki sahna stendapda offline tarzda ko'rarmiz. Bu yaxshi. Yana mana подписчиклар, ya'ni 2-3 ta akkauntni ochib bosib tashlaylar. Naklab tashlaylar. Ha biz o'ylayapti, menimcha yig'a olmaymiz deb 20 mingda bizni ko'rgisi kelmayapti boshqa sonlarda. Yo'q, men ishonaman. Sizlarni obunachilarga, sizlarni muxlislaringizga ishonaman. Albatta. Sizdan 10 mingta odam garsilatib bosib olishadi. Har doimgidek o'zbek YouTube'dagi eng kelishgan va eng kamtar bloger Kunduzi hamda Ixa va Ultra edi. Ko'rishguncha do'stlar, sog' bo'ling, salomat bo'ling, ehtiyot bo'ling.